Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Kur'an ve sünnet nurida İslam namlıq yeni programımızın birinci sanını görüşünlerini karşıladığımız ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmenlerimiz, elbette biz ötken hafta işte biz e'lon berishga başlagandik. Yakında mana şu programımızı başlaydiganligimizni ismidan biz bergen mayli yazma mayli yoki sinliq e'lonimizda bo'lsin. Ammo e'lonni ko'rgan har bir qarindoshlarimiz, har bir xalqimiz cho'qim buningki kimlarga qaratilganligini, maqsadning nima ekanligini qisqa bir shaklda e'lonimizda tushuntirdik aslida. Va ilgirimi bu temalarda biz Islom va biz programmamizda va boshqa ochiq suhbat programmalarimizda o'z navbatida shu yaqindan buyon millatimiz ichida bu millatimizni har xil qaymoqtirishlar orqali bilimsizlarcha johilligi bilan o'zininki qaymoqtirishga urinayotgan bir turkum bir qism kishilarninki safsatasiga javob berib kelgandik. Shunga biz bu qatam bu programmani boshlash bilan yana shu ulamolar birligimizdagi xalqimizga tunilgan ilgari nurg'un qatam programmalarimizda bo'lgan olimlarimiz, ustozlar bilan ayrim temaqqan shaklda bularninki safsatilariga Qur'on va sunnat nurida javob berishga tirishimiz inşallah programımızda. Aldı bilen programımızdan bugünkü kıymetli mihmallarını tanıştırıp ötemen. Elbette bu oylabalarımızın her işkilisi ilgirki programlarımızda köpligen qatim huzurunlarda bo'lgan muhterem ustazlarımız yenimdeki Muhammed Yusuf, Ustaz Muhammed Yusuf Qarim Şarq Türkistan Ulumalar Birligi a'zosi shundoqla Ulumalar Birligidagi tadqiqot markazining mudiri bo'lib xizmat qilyapti hozir. Qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz oldi bilan. Shundoqla yendiki ustozimiz Abdulla Ahad Hafiz ustozimiz Sharq Turkiston Ulumolar Birligining muhtaram ustozlaridan birisi. Qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz oldi. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekranlarda chiqib turayotgan nomerimiz shundoqla ijtimoiy fikr vositasidagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundoqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Albatta biz bugungi temamiz, bosh temamiz hadis inkorchilarining orqa ko'rinishi haqida. Bunu ko'radigan holda suhbat o'tkazamiz. Aldı bilan kechirim so'raymiz xalqimizdan soat 5 ga e'lon bergandik. Tunjisan bo'lganligi uchun ba'zi bir tayyorliklar tufayli yarim soat kechikib qoldik. Bundan kechirim so'raymiz xalqimizdan. Unda bo'lsa bevosita ustoz boshlab kelsak, oldida birinchi savolimizni shu hadis inkorchilarining qachon o'tirg'i chiqqan, maqsadi nima degan savolimiz bilan boshlagan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Hem de hadis inkarçıları diginimiz hazır hem de bula zamandan beri atılıp gelgen ismi Kur'ançılar hem de o. Kur'ançılar. Kur'ançılarını maksat kılmakçı biz. Hadis inkarçıları digen sözümüz. Tamam da. Hem de o Kur'ançılar Kur'ançılar bizim de atvagan bolsa bu kelimeti hak yuradi bihil batıl deydi Arapçada. Gapning o'zi to'g'ri. To'g'ri batıl, saxtılık, yalgan, haqiqatning ta'tiri maqsad qilingan haq so'z degan bo'lsa kalimatul haq yuradi bihil batıl degan. Endi amaliyotda har qanday bir musulmon Qur'onchi, har qanday bir musulmon Qur'onchi bo'lish kerak, Qur'onni chim tutish kerak, Qur'onga amal qilish kerak, Qur'on bilan yashash kerak hamda. O bizning dasturimiz, birinchi dasturimiz hamda. Lekin meyadagi so'zda bu Qur'onchilar, o'zini Qur'onchilar deb olgan bo'lsa, tam Qur'onni inkor qiluvchilar. Endi ulamolarmi nimishqa buni Qur'onchilar deb atab keldi desa, Qur'onchilar deb atab kelishda bundaq bir nima bor? Ulamolarning qo'llangan ziddini qo'llanish orqali shuni ifodalaydigan bir usuli bor ulamolarningcha. Masalan, tarixda o'tgan Qadriya deb bir guruh bor. Bu Qadriya degan guruh asli
taqdirini inkor qildi. Alloh taolo bizni yaratib qo'ydi, taqdirda aytgan narsa yo'q deydi. Xuddi mana xristianlarga o'xshash, Alloh bizni yaratdi, bizning ishimizga Alloh aralashmasin degandek gap hamda-da. U taqdirga ishonmaydi. Taqdirga ishonmaydiganlarni ulamolar nima deb atadi desa, qadriya deb ataqliq. Mana Qur'onchilar degan gap bu, shoma ulamolarningki nazarida, islom ahlining nazarida Qur'onchilar degan gap, Qur'onga ishonmaguchilar degan gap. Ammo ular har qancha o'zi biz Qur'onchilar, Qur'onni ching tutquchilar degan bo'lsa-mu, amaliyat mohiyatda Qur'onga ishonmaydi qoladi. Nimishki Qur'onga ishonmaguchilar bu desa, sünnetning, sahih sünnetning, İslamның asaslık mənbəlerindən biri və Qur'onga o'xshash u vahiy, ammo tilovat qilinmaydigan vahiy ekanligini inkor qilganlik uchun ular Qur'onni inkor qilganlar endi. Endi ular qachon paydo bo'lgan desa, bu mushu Hijriyaning 2-yildan tortib bosh ko'tarib ekan. Bu Xavarij, Batinida bir guruhlar, buzg'unchi bir guruhlar chiqqan shu vaqtida. Bu asli mushu Iron tarafidan islom shahriga islom u fathi bo'lgandan shu shaharlar ko'p sonliq odam musulmon bo'lgandan oz sonliq ashoyliqi mutaassib insonlar ko'p sonliqning ichida bosh ko'tarolmay musulmon bo'lib, majbur musulmon bo'lib, keyin o'zining askirligini qilganlar. Shu vaqtdagi shular. Endi ular Qur'onga kuchi yetmaganlik uchun shu hadisdan nima chiqarib, shu chaqda zinaxonni jazolash to'g'risidagi sahih hadislarni shu chaqda inkor qilgan. Ammo ulamolik kuchli raddiyani berganlik uchun bular bosh ko'tarmagan, shuning bilan davolg'ishni paydo qilmagan, yo'qolib ketgan. Yo'qolib ketgandan keyin yillar o'tgandan keyin 1740-yili Gollandiyada bu xristianlar birleşip bir sharqshunos instituti ochdi ekanda, sharqshunoslik instituti. Sharqshunoslik institutini ochib, buningda islomning qadr-qimmatlarini, islomning değerlerini deymiz ya, islomningki manbalarini hamda shuningda ba'zini nashr qilgan, ba'zini tadqiq qilgan. Bu islomga xizmat qilish emas. Qanday bir yo'chiq bor, biz qayerdan kiralaymiz, qayerdan buzolaymiz demakchi hamda. Ayni qilgan. Bu shunday qilib, yana ichki urushlar bo'ldi, dunyo urushlari bo'ldi, uning bilan andaq g'alaba qilmagan ekan. 19-asrga kelgan vaqtida 19-asrga kelgan vaqtida bu Hindistonda shu Abdullah Chakiravi Chiragi Eli degan olimlar, ya'ni olimlar deydi, shunda haqiqiy olimni bilmaymiz hamda. Shu odamlar bizga Qur'on kifoya, Qur'onni ching tutsak, hadisni tutmasak bo'ldi, dinning asosi Qur'on deb chiqqan degan bu inglizlar shu vaqtda uni mustamlika naydi qo'llaydi, bu bak yaxshi ishkan, islomni yumirib tashlashga deb chiqqan degan musulmonlar o chaqda dunyo ulamolari, hatto Hindistonning ulamolarini qattiq ching turib, bularni shu vaqtda jimiq turib qo'ygan gap, chiqarmagan gapmi. Shuningdan keyin 20-asrning boshlarida mustashriqlar birdan nima chiqartgan? Hadis ensiklopediyasi chiqartganda konkordans deb. Buni chiqarish orqali islomga xizmat qilishmi? Yo'q, bu hadislarni to'plab kelib, shuning atrofida shubhalarni paydo qilib, kishilarga ayna buzishganda, uningdan keyin 20-asrga kelganda Misrda Muhammad Tavfiq Sidiqi degan odamning boshchiligida bu hadis inkorchiligi o'tirg'i chiqdi. O'zini shu Qur'onchilar deb chiqdi. Qur'onchilar nomi bilan chiqdi. Chiqib, ular o'z vaqtida Manar degan jurnalda o'zining fikrlarini keng tashviq qildi. Keyin ularni ulamolar rad qilib, ulamolar uni qat'iy gap qilmaydigan holga keltirib qo'ydi, ya'ni yengib oldi-da. Uningga bu ish tugagandan keyin 1930-yillarga kelganda Amerika, Yevropa davlatlari bu bir qancha sharqshunoslik institut va universitetlarni ochdi. Amerikada va Yevropada. Echib Misrdan, masalan, bular Azhardan, Iordaniyadan, nimadan, Suriyadan shu dinda o'qib, islomiy universitetlarda o'qib chiqqan yoshlarni aktiv o'qitdi. O'qitib, ularni sharqshunos qilib o'qitmoqchi hamda o'qitib ular doktorlab keldi. Doktorlab kelib, endi bu ajablanarli ishda musulmonning ahvoli. Masalan, Misrning Azharda yoki Madina Munavvarada yoki Makka Mukarramaga berib doktorlik ya uning yuqorisini o'qib kelsa, hamma islomning haqiqiy markazida o'qib keldi, islomning nuri tushganda o'qib keldi deb alqishisi bo'ldi. Lekin musulmonlar Amerikada, Yevropada dinni o'qib, ashada dinda doktor bo'lib, professor bo'lib kelsa, ularni quchoq etib, voy bir katta olim deb beshik ko'tardi. Ko'tarib qilgandan keyin, miyadagi xalq uning olimning tilini bilmagandan keyin inglizcha, arabcha, manbalardan aynda
kishilarni shubhaga solgan narsalarni bular e'lon qilaversa, voy bu olimlar, doktorgu bu deb ayndaq qilib nurg'un odam ezib ketdi endi. Misrda shu 78-yili Ahmad Subhi Mansur degan xilvatchi 10 yilga yaqin parakandichilik paydo qildi. Eng oxiri Azharning bilimgohi qaror chiqarib, buni shu butun kitoblarni musodir qilyapti, asarlarni musodir qilyapti. U yerda uning faqat kun ko'rsatmagandan bu Amerikaga berib, Amerikada bir universitetda muallim bo'lib ishlaydi. Shuning bilan uning nimasi tugashidi. Endi mana 60-yillarga kelgan vaqtida Anqaradan, shu Turkiyaning Anqaradan ilohiyatda o'qib, universitetni bitkizganlardan nurg'unlarni akitib ekan. Nurg'unlarni akitib, shu Yevropada, Amerikada shu sharqshunoslikda o'qib, ya'ni dinda doktorlar bo'ldi deb kelganlar, Turkiyada bu Qur'onchilikni paydo qilganlar. Qur'onchilikni paydo qilib, buning asosiy manbasi Misrni ekan. Misrda kuchli bir Qur'onchilik nimasi bo'lgan, Qur'oniyun deydi arabchada uni. Xo'sh. Shuningdan tarjima qilib, elib ayda qilib kelgan gap. Uningdan keyin hamda 90-yillarga kelgan vaqtda Turkiyada ashuning mevasi, Turkiyada o'qib kelganlarning, chet elda o'qib kelganlarning mevasi ko'rinib, Turkiyada rasmiy Qur'on, hadis inkarchilik, ya'ni Qur'onchilarning davri surilgan ekan. Misrda bo'lsa 70-yilda boshlab kelgan. Bu Turkiyadagi Qur'onchilik Misrga bağlanışlıkken. Mısır'dan mənbəsi Mısır'da. Yani bizdeki inkarcı, bizdeki Uygurlardan çıkan Kur'an inkarcıları ise %100 Türkiye'de. Türkiye'de bazardan kep kalgan, çöpeyleşip kalgan, kişiler taşlayıp etken, şu bazardan kep kalgan aslında bizdekiler bir bayağı altın tepoğun, engüşler tepoğun tepilip ekilip, hem de yakın zamanı kelgen vaqtda vay mundaqdı, andaqdı dep çıkıdı. Hem de Arap'ın içinden çıkan, Türk'ün içinden çıkan Kur'ançılar olsa mı en az bir doktor ola. Doktor, o'qigan odamlar. Lekin aşağıda ezib ketgan. Ama bizden chiqqanlar çoğu medresenin topasını kürab bakmagan, medresenin qeştimida ötep bakkan, hatta fakat medresenin kürab bakmagan, bu qanday soha bilmagan. Mesela biz bu yerda turib doktorluktan, injenerlikten, binakarlıktan biz gap qilsak xatalışımız go. Bizning soha emas. Ular o'zi bilmaydigan bir sohaga kirib bunda hukmlarni chiqaryapti. Bu belki haddini eşip ketken, haddini bilmezlik de bu, haddini bilmezlik. Yani hatalıkның üstüge haddini bilmezlik hem de. Ceryanı muşunda hem de. Türkiye'dekilerinin mənbəsi Mısır, bizden Uygurların mənbəsi %100 Türkiye. Türkiye'deki muşu azgın peşivalarının hem gapni harp deydi, ama bazı gaplarını düşünmeydiydi bula. Bizden Uygurlar, şadutular. Okşar sözleydi, lakin malını düşünmeydi. Doğru. Aşında kileyle geldi. Hakikaten diğerlerdeki acayip bir meskerlik ekvalda yani bu. Bularınki bu derecede özveylişi. Özünki qancha qatağı tizildiğen şork ekanligini bilmey. Bütün milletki Şarq Türkistan xalqiga ton bichishga tirishishlar ham insonni acayip bir xil. Hamda ustoz Ablat Hafiz hamda shu ustozim yuqorida so'zlab o'tgan bu nimaga asosan albatta qisqa bir ixcham shaklda anglatdi bularning tarixi so'zilgan bir tarixini bu iqimning kamda. Bu hadis inkarchilari da'vo qilayotgandek shu hadis Qur'onga zid nurg'unlar u bu deb bu safsatini setyotgandir. Haqiqatan hadis Qur'onga zidmi, rastilla bizga Qur'oni Karim yetarlikmi degan savol kelsangiz. Bu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Ebu Karim degandek bu hadis inkarchileri veya Kur'anchilar bu yuqorida shundoq nimasi yo'q, asosi yo'q gapini qilganga o'xshash. Bu hadis Qur'onga zid degan gapning butunlay asosi yo'q. Quruq da'vo. Xo'sh. Ana biz shuni bilishimiz kerak. Biz musulmonlarga shuni e'lon qilamiz. Biz hadisga amal qilamiz degan vaqtimizda ko'chada tepib qolgan butun hadisni amal qilmaymiz. Har qanday bir hadisni tekshirib, bu hadis sahihmi, to'g'rimi, buningki sanadi Rasulullohga ulaşamdi, ulaşmamdi, bu hadisninki teksti durustmi, emasmi buni tekshirib, o hadis sahih, ya'ni to'g'ri shaklda isbotlangandan keyin undan keyin amal qilamiz. Hani Peygamber Aleyhisselam Allah Teala'nınki elçisi. Hoş. Kur'an bizge udul kelgen yok. Kur'an'da Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'a nazil kıldı.
Peygamber Aleyhisselam insanları yetkizdi. Özü yetkizgen Kur'an'a özü zıt onun xilap gap qilishi yoki Qur'onga zid xilap ish qilishi o imkonsiz. Mumkin emas. Bu Qur'onga hadis zid degan gap butunlay asosi yo'q gap. Ikkinchisi biz Qur'oni Kerimga zid keldi degan nima u hadis inkorchilarninki zid degan asli Qur'on aqlisine qara desa zid oldu endi. Biz zid degan gapdan shuni tushunamiz endi. Xo'sh. Qur'on mani qiling desa qilmayman, uni qilmasam bo'ldi desa zid oldu. Ama bununki zid deganinki degani Qur'onda yo'q. Hadisda bor hukmlarni. Xo'sh. Akilib mana Qur'onga zid keldi deb bunda butunlay aqlni endi misolga zakat. Allah Teala Kur'an'da atu zakatı da neticede deyilgan zakat bilen adam. Ondan keyin bu zakatninki miqdarini qaysi maldan birimiz, qanchalik birimiz bu miqdarini hadisdan topamiz. Rasululloh ko'rsatdi. Endi buni deydi mesela 40 ta birini pulning oltin kumush puldan 40 ta birini bering deydi endi. Ang töveni. Xo'sh. 40'ta biri farz. Bunu Resulullah düşündüse, bunu deydi Kur'an'da yok. Kur'an'da zakat verenler, "Amsa qana zakat verdi" dese, "Melandan eşip qalğan hamısını verse" deydi. Sen biremsen misin? Da, o quruq gap. O Resulullah'nınki o zakatның 40'ta birini deb düşündüğünü Kur'an'ga zid gap qilganlik emas o. Xo'sh. Kur'an'daki bir hükümne qaysi şekilde icra qildiganligimizni miqdorininki qanchalik Allah Taala qanchalik nima qilganligini yetkazish bizga. Shunga o'xshash jiq hukmlar borda. Shu Qur'onda bo'lsa, Qur'onni yodlab o'qigan qariga o'xshash gap endi u. O payg'ambarlikning tövendisi deymiz, payg'ambarlikning vazifasi. Xo'sh. O Qur'ondagi hukmlarni qaysi şekilde icra qilishni bizga o'rgatmasa. Qopab men uni bir xil o'zim xohlagancha bir narsa desam, qarim o'zim xohlagancha men bunday qilaman desa, sizlar o'zinglar xohlagancha qanday din bo'ladi? Albatta. Bu arab tili shunday bir tilki, bir dona lug'at, bir necha ma'noni o'z ichiga oldi. Xo'sh. Misol namoz, salat degan gapni bir adam akilib bu salat degan aslisi arabchada duo degan bo'lib, men namoz o'qimasam Allohga duo qilaman desa qanday qildi? Misal, bunun bir kaidesi var. Bu Kur'an'da akılıp la Muhammed'im Arapçını okudum da düşündükten narsa emas. Bunun ki usulü tefsiri var, kaidesi var. O hadis bilen onun ki amını has kıldıkan iş var, hasını am kıldıkan iş var. Bunda mesela din o bir gibi sistemin içinde mağalaydı. Bu mesela kalay mıkan çölde taşlap koygan bir kitabını tepki adam gap kılganda gofkan. Xo'sh, xo'sh. Bu şunun için biz bu hadisga zid kelmaydi. Endi bir hadisni Qur'onga zid keldi deb birisi o'tirg'i qo'ysa, bunun da ikki masala var. Biri hadis sahih emas. Zayıf yoki yolg'on uydurma hadis. Xo'sh. İkincisi o adam ya hadisni xato tushunib ya Qur'onning oyatini xato tushunib. Şunu hata düşüngendikken onunki qarashida zid gap qiladi. Onun kallasiga ko'ra, o'zininki kamtik aqliga ko'ra. Qur'onning oyatining har Alloh taolo 30 bor Qur'onni bir aqli tushunmadi. 23 yil jarayonida tushdi. Onunki bir oyatni tushunish uchun nerede tushdi, nima uchun tushdi, qaysi masala ustida tushdi, onu bilishimiz kerak. Rasulullohning hadisimi shundoq. Bunu qachon dedi? Kimga dedi? Qaysi bir ahval ustida dedi, bunu bilib anikinizga tarjima qilib, undan keyin bunday hukm chiqaramiz. Xo'sh. Unda olgandan keyin bu Qur'onni xato tushungan adam yoki hadisni xato tushungan adam ismini zid qilib qo'ydi. Yoki bo'lmasa yolg'on hadislarni akilib, ammo haqla hammadan bilmaydi deb og'zimdan chiqqanini desam,
bo'laverdi deb Shu. degan gaplar bo'lmasa hadislar Qur'on birini to'liqlaydi. Qur'on hadisninki tafsiri, hadis Qur'onning tafsiri, hadis deganni Qur'onni amaliyotda ijro qilishninki yo'li. Bu hamda Qur'on bizga yetarlik degan gap. Yetarlikmi? Ha, ikkinchi. Xo'sh. Olamda bu Qur'onchilar bizga Qur'on yetadi. Hadisga ehtiyoj yo'q deydi. Bu butunlay nimaga dinga qarshi, qarim deganga o'xshash Qur'onga qarshi gap. Qur'onda hech bir yerda Qur'on sizlarga yetadi, payg'ambarning gapini anglamanglar, payg'ambarga itoat qilinglar degan gap yo'q. Xo'sh. Onun ta'tuscha O'nlagan yerda. Neticede oyatda Atiyullah ve Atiyur Rasul deydi. Endi Allah bilan birga keltirgan oyatlar jiq endi. Allohga itoat qilinglar, payg'ambarga itoat qilinglar. Men endi Allah bilan birga kelmagan xos Rasululloh bilan degan ikki dona oyat o'qiyman. Xo'sh. Birinchi oyat Araf surasining 158-oyat. Allah Taala deydi: "Kul ya eyyuhan nasu" degan ey Muhammed aleyhisselam, ey insanlar, inni Resulullahi ileykum cemiyan. Men hammanglarga Allah'ın elçisi. Yani bütün insaniyetke Allah'ın elçisi olib keldim. Allazi lahu mulku semavati vel ard. O Allah olsa asman ziminlarınki padişahı, Allah'ın ilgisi Allah'ın elçisi olib keldim. La ilahe illahu. O Allah'tan başka hiç kandak ilah yok. Yuhyi ve yumit. Allah Teala tirgizüdü, hayatlık verdi ve öldürdü. Hem de nimiz kılış gerek ki davası peygamber olab geldim. Ben sizler nemi buyurayım dese. Fa'aminu billahi. Onda oğandıkken Allah'a iman keltirinler. Ve Resulihin nebiyyil ummi. O ummi peygamberge iman keltirinler. Muhammed Aleyhisselam deydi. Ellezi yu'minu billahi. Bu peygamber mi? Allah'a iman keltirdi. Ve kelimatihi. Allah'ın kelimelerine, sözlerine, yani Kur'an'a, vahiyge, özge Allah'ın vahiyge iman keltirdi. Bizge vettebi'uhu leallakum tahtedun. Ayetinin ahirisi mühim. Vettebi'uhu. Bu peygamberge erişinler. Leallakum tahtedun. Hidayetke erişinler için deydi. Bu peygamber Kur'an'ı hep gelse. Bu peygamber Kur'an'ı bizge Allah Teala'nın sözü, Allah Teala mında dedi de yetkizse. Onun için hem de bu gapni mında icra kılınlar da dese. Biz kopap nima qilamiz? Sen bilan ben Qur'on o'zim xohlagancha nima qildim desa qanday musulmonchilik bo'lamdi? Bo'lmaydi. Anda degan odam men oyatni inkor qilgan bo'ldi. Shu. Qur'ondagi bir tane oyatni inkor qilgan odam kafir oldu. İkinci oyatni o'qiylik. İkinci oyat Nur suresinin 56-oyati. Ve aqimus salata ve atuz zakata ve ati'ur rasula leallakum turhamun deydi. Namazını ada kılınlar, zakatını bilinler, ma peygamberge itaat kılınlar. Leallakum turhamun, rahmet kılmışınlar üçün, yani Allah'ın rahmete girişinler üçün. Er-Resul bu peygamber diyen gibi. Bu Resul bu elçige itaat kılınlar deydi. Yani bir yerde iki nasıl çıktı. Birinci ayette ittebi'uhu dedi. Ergişen dedi. İkinci ayette ati'u dedi. İtaat kılın. Farkı ne dese itaat kılış diyen sözüge itaat kılış. Hoş. Peygamber silini bir işe buyuruyordu. Ya bir işten tosudu. Onun gipige emrini icra kılıp itaat kılın diyen gibi. İttebi'uhu diyen onun kığınıga ergişenler diyen gibi. Şunu sünnet deyimiz. Peygamber Aleyhisselam'ın sözüge itaat kılış ve Peygamber Aleyhisselam'ın kılgan işleri göstermelerine şuna namazını okunla da Resulullah'a itaat kılın davet ediyor. Resulullah ne dedi? Akimus salata sallu kema ra'aytumuni usalli dedi. Ben namaz okugunumdak sizler benim namaz okunu köygünümdek namaz okunu. Yani ben ügetkendek okunla dedi. Biz namaz ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bomdat 2 rekat farz
Peşim 4 rekat farz, asr 4 rekat farz, namazşam 3 rekat farz deb öğretti. Bir ruku kılımız, 2 tane secde kılımız, attahiyat oltuzumuz deb öğretti. Biz aşında kılmasak bu namaz olam da endi. Onda olgandan keyin bu yani onlarca ayet okuş mümkün endi. Programı kısa. Bu şu ayet bizge Peygamber Aleyhisselam'a ergişinin zürürlükini, Kur'an'ı öz aldığımıza düşünümen, öz halgan badiye amel kılman dişinin doğru emaslikini, bütün Müslümanların ki Resulullah'ın ki sahih hadislerine, sünnetlerine ergişiş Allah'ın emri. Eğer ben Kur'an'a amel kılman deydi o Kur'an yetedi. Kur'an yetedi olsa Kur'an bize aşın buyuruyor. Ya bu mahluklar bu kadar yani hürmetsizlerce muamele kıldı ki mesela madem ki Kur'an-ı Kerim'deki kıyamet kişimiz Kur'an bizge yeterlikte oldu. Sizler yukarıda okup ötken şikayet mandak ayetlerge ya o diyen o açtı hayat vakti dışındak diye. Öldü o tügedi onun aşında hürmetsizlerce muamele kıldı değil mi? Öyle baksın yani. Xuddi bu ayetin hükmüne şu Resulullah ölüp ketkendekiler emelden kalkalı buldu da o vaxtida. Özünün kıvatkan gepini özü inkar kıldığı şekilde. Şunda. Bunun yeri bir ahmaklık hem de asıl diyen gepke mesela. Hem de Resulullah bil yaşayan, Kur'an'ı, vahyini, düşkününü köygen, anlıqallah, onun muhtajken. Hoş. Biz 1000 yıldan kim kelganlar muhtaj olmayız mı? Şu gep şu. Biz bekrak muhtaj daha. Onu Resulullah qanday tushunib tikan, sahabalar qanday ijro qilib tikan. Bu narsalar bizga üzülüp qolmaqliq o'tiri. Resulullah'ın üretken, sahabe üretken, onun balası üretken, onun hazırgı yaşında üzülüp qolmak keraklik. Bu hakikat, bunun gap qilish, bu Kur'an yetedi degan gap zaten yuqori deyilganda Kur'an'ın özüne ayak astı kılganlık oldu. Doğru. Allah razı olsun, köptün gep rahmet. Şimdi ustaz, şu Peygamber Aleyhisselam'a Kur'an'dan başka yani Peygamber Aleyhisselam vahiy kemmigen mi? Bu hadisinin vahiy ekanligiga Kur'an-ı Kerim'den mi delil barmı degan. Elbette ben bilmegenlikim yoki shubhi qilganligim uchun so'ramayapman. Chunki bu maxluqlar xalqimizga mushundaq shak shubhilik savollarni selish qiltirishyapti hamda. Shunga mushundaq savollarni so'rash orqali xalqimizga buni bildirishga tilishmasa qolmaydi. Endi Qur'on Kerim'den başka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala'nın vahiy kelgan bunun da şek yok hamda. Çünkü bunda hamda Qur'on Kerim özününki lafzi ve manisi bilen Allah'ın vahiysi. Hadis kudsi mu özünün lafzi ve manisi bilen Allah Teala'nın vahiysi. Kur'an bilen hadis kudsinin farkı hem de Kur'an tilavet kılınıp şunu oldu namaz okul oldu. Şu Kur'an'ı okup namaz okul oldu, ibadet kıl oldu. Ama hadis kudsi bilen ibadet kıl olmaydı, onun bilen emel kıl oldu. Hem de hadis manisi Allah Teala'dan, lafzi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Hem de Kur'an-ı Kerim'deki ayetini ve Sure-i Necm'deki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى degende o özününki xahişini sözlemeydi, onunla fakat vahiy kılıngan vahiyini sözleydi degende tefsir ulamaları deydi. Onunla kılıngan vahiyden maksat Kur'an-ı Kerim ayetleri, yani biri dinin işlerine münasebetlik boğan sahih hadis. Aşını mı öz içine aldı deydi. Andan ki mesela Resulullah'ın özünün xahişini sözlemeydi, vahiyden sözleydi degende bu vahiy kalsa biri Kur'an, biri dinin işlerine münasebet boğan sahih hadis. Şunu sözleydi. Yani bizim şu müfessirlerin tefsir kıldığı boyunca muşunda deyimiz. Çünkü bu işler şu müfessirler Kur'an'la ilgilengen ve Kur'an-ı Kerim'ninki ilimlerini okugan ve şu Kur'an-ı Kerim'ninki uzmanları yani şunun mütehassisleri, tefsirin mütehassisleri. Şunun gibini tanışmazsa kimnin gibini tanışmazsa kanda tefsir kılmaz Kur'an-ı Kerim'de. Aşılağı ergeçmişsek mesela canım. Yani Kur'an-ı Kerim'de tamam bir şuna bilmeyede başka hadis keltirmedik de bu. Hadis keltirsek Kur'an'ı inkar kılganlık için Kur'an'ın üzdeki ayetlerini köstüp inkar kılgan ayetlerini köstüp vermek içimde. Şu hadisten yapılmayız. Kur'an'da meyada 3 tane misal keltirişki burada ayettince aşılı inkar kılgan ayetini. Yani vahiyninki
vahiyning Rasululloh qilgan vahiyni va hadisni o'z ichiga olganligini ifodalash uchun. Masalan, Sura Baqaraning 143-oyatda: "Va ma ja'alnal qiblata allati kunta alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibayhi" deydi. Onda degene, "Ey payg'ambar, sen yuzlanib kelayotgan taraf Baytul Muqaddasni burun sana qibla qilib berganligimiz, kin ba Ka'bani qibla qilgandan keyin sana erişidigan yoki senden yüz öğreydigan iman yüz öğrep ketganligini bilishimiz uchun deydi. Bu yer bizga kerak bo'lgani "Va ma ja'alnal qiblata allati kunta alayha" seningdan burun sana Baytul Muqaddasni qibla qilib berganligimiz deydi. Qibbadik dedi şu tamamda. Ama qachon qibberdi, nerede qibberdi, Rasulullah'a qanday qibberdi, o to'g'risida boshqa hech qanday oyat yo'q. Mesela Rasulullah şu Rasulullah'a vahiy kelgan vaqtdan tortib qibla şu nima Baytul Maqdasga qarab, çünkü o Ka'bada uçaqda butlar tizig'ligida Ka'ba qarab namoz o'qimadi dastlabda. Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qidi shunama. Madinaga berib 17 oydan keyin andin Qiblatayn degan masjidda namoz o'qib turganda Rasulullah'a Allah Taala şahidi vahiy kelib qibla Ka'baga o'zgarishni ama o'zgarishdan burun Rasululloh shu nimaga Baytul Maqdasga ashunga qarab namoz o'qidi. Shu Baytul Maqdasni sana burun qibla qilib berganligimiz deydi. Qilib berganligi qana nadi delili bor? Qur'onda delili yo'q, hech qanday oyat yo'q. Biz qilib berganligini uni faqat vahiy bilan degan gap. Vahiy bilan deganlik oyatni chiqib turdi endi. Agar shu Rasululloh shuna vahiy orqali demagan bo'lsa, Rasululloh qanday bildi? Agar o'zi bilib o'zininki xohishi bilan hamda bu shunday qilsam Alloh rozi bo'larmi deb qiblaga Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qigan bo'lsa deyil desak, Alloh taolo oyatdaglik qilib berganligimiz deydi. Qilib qanday qilib, nada qilib berdi? Shu vahiy orqali qilib berdi. Ikkinchi oyatda Ali İmran surasining 24 ve 25. 124-125 oyatlarda "İz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3000 minal malaikati munzilin bala in tasbiru ve tattaqu ve ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum bi 5000 minal malaikati musawwimin" deydi. Ey payg'ambar, o'z vaqtida sen mu'minlarga Rabbinglar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam qilsa yetmamdi degan edim. Shuna degan edim. Elbette yetidu. Eğer çidamlık ko'rsatsanlar ve taqvodor bo'lsanglar, düşman derhal hücum qilib kelganda Rabbingiz sizlarga alohida shu belgi qilingan qo'shindan 5000 qo'shin tushirib berdi deydi. Rasululloh, yani Allah Taala bunda qilib berdi degan xabar beryapti ama endi Rasulullohga boshqa bir vahiy kelib shuni demagan bo'lsa, bu nereden bildi onu Allah Taala'nın 3000 ni tushirib 5000 ni tushirib berishni. Çünkü başka bir oyatda ya 3000 ni tushirib berme ya 5000 ni tushirib berme, hatta men Perişten kuşun düşürüp mi diyen ayet yok başka. Mana Allah'ın hikaye kılıp yani Resulullah davet ediyor. Allah sizlerge mende düşürüp birdi. Mende kıpırdı deydi. Kıpırdı degende nereden bildi endi? Ne kanda bildiydi? Bildiriş degen şu vahiy arkalık bildiydi. Ma Kur'an'dan başka bir vahiy arkalık Resulullah'a bildiydi. Bildiğinde Resulullah onu demekleydi dedi endi. Sahabelerge dedi. Endi 3. ayette 3. ayet Tahrim suresinin 3. ayetinde ve iz esarran nebiyyu ila ba'di azvajihi hadisan felemma nebba'at bihi ve azharallahu aleyhi arrafa ba'dahu ve a'rada an ba'd felemma nebba'a bihi qalet men enba'aka haza qala nebba'aniyel alimul habir deydi. Öz vaqtida mesela, öz vaqtida peygamber özünün ayolidan biri bo'lgan Hafsiga bir sirni aytgan edi. Hafsa roziyallohu anha bir sirni aytibdi Rasululloh. U bu sirni Ayşe'ga aytib qo'ydi. Resulullah'ın sırrını Ayşe radıyallahu anh'a aytib qo'ydi. Ama onu aytib qo'ygan. Allah onu yani sırrının aşkarlanıp ketganligini peygamberge bildirdi. Nereden bildirdi shunda? Bildirdi deydi. Peygamberge bildirgen çağda peygamber u aşkarlab qo'ygan so'zlarning ba'zisini Hafsaning yuziga soldi. Ayşe'ga dafsizg'u demang desam dafsizg'u deganda ba'zisini yuziga soldi, ba'zisini yuziga solmadi. Peygamber esa uning sirrini aşkarlab qo'yganligini aytgan çağda u deydi: "Siz nereden bildiniz bunu? Kim dedi sana degan? Hemmini bildiğin Allah bana bildirdi bunu deydi." Başka bir ayette Hafsa Ayşe'ge ma gapni aytib qo'ydi deb hech qanday oyat yo'q u yerda. Bu jarayon hadisda bor. Tushunarmi? Hadisda bor. Hadisda bor jarayonni qilinmaydigan, Qur'onga o'xshash tilovat qilinmaydigan bir vahiyning borligini Qur'onning o'zi xabar beradi. Agar bu yerda Rasululloh yolg'on aytmaydi-ku, Allah menga xabar berdi dedi. Tushunarmi? Qana Allohning bergan xabarini Qur'onda bormi? Yo'q. Qur'onda bor. Endi nada o? Hadisda bor. Xo'sh.
ikkila yo'l bor bu yerda. Yo Qur'onda bo'lish kerak, yo hadisda bo'lish kerak. Qur'onda bo'lmaganligini hadisda bor. Aniq mana nurg'un nachilgan, o'nlagan oyatlar bor. Oyatlarning o'zi Qur'onchilarningki o'zininki safsatlarini pachaqlab tashlaydi. Pachaqlab tashlayotgan nurg'un oyatlar bor. Tafakkur qilib ko'maydi. Qur'on masalan ular hozir shu vahiy sahih hadisni vahiy emas deyish orqali Qur'onning mush oyatlariga inkor qilganligini. Mush oyatlar rasmiy sahih hadis orqali sahih hadisda bergan xabarni Rasululloh va sahobalarga da'vat etdi. Agar sahih hadisda bermadi desak, boshqa bir oyat ko'rsatib baqsin mesela. Falan oyatda degan uni shadin dedi Rasululloh deylar. Yo'q boshqa oyat. Xo'sh. Aniq shu hamda. Shunga bu hadisninki sahih hadisning dinga munosabatlik bo'lgan ishlardagi sahih hadisninki vahiyning bir turi ekanligida butkul ulamolar bularmi ahli sunna val jamoa ulamolar birlikka kelgan. Ular birlikka kelgan masalan birlikka kelgan masala dindan bilingan zurriyat qatorida sanaldi. Al-ma'lum min ad-dini bid-darura deydi buni. Ashunday ishlarni inkor qilgan odam, ya'ni u dindan chiqib ketgan bo'ldi endi. Ashunday inkor qilgan. Endi bu yerda bularniki Qur'onning ochiq oshkora ma'ni inkor qilganligi bir, uningdan keyin ulamolar birlikka kelgan, islom ulamolar birlikka kelgan, ma chegirani qizil chiziqni o'tib ketsa bo'lmaydi, islomni chiqib ketadi degan yerdimi chiqib ketganlik uchun yana dindan chiqib ketdik. Endi bu Qur'onchilar asli bir xil guruh emas. Bu bir xil guruh emas. Qanday desa, ba'zisi mesela Arab dunyosida, o'sha turk dunyosida mesela 5 vaqt namozni Qur'onda yo'q deyotganlar azroq bor ekan, ammo ko'plari, Qur'onchilarning ko'plari 5 vaqt namoz bor deydi, Qur'onda bor deydi. Ya'ni hadisga amal qilolmaydi. Bular necha firqa bo'lingan desa. Necha firqa bo'lingan. Ammo ashula hadisni ishlatadi. Masalan, o'sha Turkiyadagi nihoyat mashhur Qur'onchilar bor, hadisni ishlatadi ashula. So'zlarda ishlatadi, kitoblarda ishlatadi bor. Shu bizning Uyg'urlarning orasidan chiqqanlarning ishidimi? Uyg'urlarning ishida. Qur'onchi deb bir qancha endi bu jiq endi buningda. Bular Qur'onchi deb atalgan Qur'onsizlar deylar. Qur'onsizlar ha. Bularning ishidan endi bulimi tabaqa, ya'ni mundaqalik martaba darajalikcha ba'zi mesela kofirlik darajasiga yetib qolgan bo'lsa, ba'zi johillik, ba'zi buzg'unchilik, ba'zi dushmanlik tusini olgan bo'lishi mumkin bu masalaning ichida. Masalan, ba'zi agashkuchilar, ha rost bu Qur'onda chiroyli gapda, Qur'on degan shunda saqlanib kelgan bir kitob. Qur'on ashunda saqlanib kelgan bir kitob bo'lgandan keyin Qur'onga amal qilsak, eng xotirjam yo'l ekan deganki bu chiroyli gap. Qaylı deyci qadam. Şu chiroyli gapga qayilib ketib, to'g'ri yo'l mushu o'xshaydi deb bilmaslikdan, jahillikdan kirib ketgan odamlar bor masalan. Masalan, u odamlarning darajasi endi gunoh darajasi tuvarrak bo'lishi mumkin. Ammo bilib turib, men bunda bir yangilik paydo qilaman deb bunda buzg'unchilik xarakterini qilganlar, endi uning gunohi og'ir bo'lishi mumkin. Nima desa, ba'zi odamlar mayli yomon ijtimo, batil ijtimo bir mashhurlab o'tirg'i chiqsam deydigan bir insonlar bo'ldi ekan. Masalan, bir nima bor, bir qissa bor. Bir odamning bir mashhur o'g'isi kelib qolib haramda. Berib hammadan tursa zamzam quduqi sipdi u. Zamzam quduqi sigandan keyin saqchilar uni urib, tatib, yengib tatib, nima qanday qilsa desa, men bir mashhur bo'lay, tilga daston bo'lay detdim deydi. Amaliyotda shu daston bo'laqliq, zamzam quduqi sigan sahrolik arab degan bir mashhur qissa bor. Ammo ahmoqlimi kishilarni la'nat qilsimi mayli, tilda bir daston bo'lay degan bo'lishi mumkin endi. Buning ichida buzg'unchilik xarakterlik qismi bor, dushmanlik qismi bor. Masalan, endi Xavorijning dastlabki buni elib chiqqanligi 17-asrda Gollandiyada ayda sharqiy institutlarni qurib, ayda tayyorlik qilganligi kofirning bu rasmiy bizni Qur'on orqali yo'qotqili bo'lmaydigan, Qur'on degani dunyodagi butun Qur'onni ko'ydirib olsaqmi, ya'ni qarilib yak jambulabli kelib qaytib uni yezib chiqib, ya'ni akilaylayotgan, ma hadisdan kirgan tuyushikkan deb ayda qilganning hammasi din dushmanlarining qilgani rasmiy dinimizga dushmanlik. Endi men musulmonlarning masalan Misrliklardan ketib, Turkiyaliklardan ketib, doktorlab o'qib kelgan ozg'un buzg'unchi deymiz endi buni. Endi o darajasini Alloh taolo o'zi biladi, endi uni hukm qilish masalasini. Ammo bizninkilar rasmiy johil nodon dot endi. Bu o'zining nodonligidan bu har qanday narsa mesela kasallab qolgan odam yog'ochchining qishqi bo'lmaydi. Kasallab qolgan odam doktorning qishqi bordi. Diniy ilm o'rgangan odam ulamoning qishqi bordi. Masalan, bular shu nimadan hamma narsani Google'dan o'rganib, hozirgi zamonda Google'dan 2 oyatni bir hadisni o'rganib olgan odam shu
o'tirg'i chiqib so'zlar qamlab ketdi. Anda bo'lgandan bular bu diniy ilm degan shunda asad oddiy ish o'xshaydi. Unda o'rganib ketgan ekan biz Google'dan o'rgandik ayna, Facebook'dan o'rgandik, bunu o'rgandik deydi. Masalan, bir odamlarning 40 yil, 50 yil, hatto umrini sarf qilganligini uning bexabar. Uningdan bexabar. Shundoq oddiylashib ketganlik uchun bizdagilar rasmiy shu jahil nadonlar deb o'ylayman bizdagilar. Xo'sh. Alloh razı bo'lsin. Albatta bu programmamizdagi maqsad markaz bu millatimizning ichidan chiqqan bu hammadan bildigan bu maxluqlarning bir hidoyat deb qilib bu gaplarni anglab tövbe qilib qilib ya ehtimolligi yani balkim yüzde qancha 1% bo'lishi mumkin hamda. Asosliq maqsad sil degandek shu xalqimizning ichidan bilmaslikdan ha voy mushuma biz to'g'ri yo'l mush o'xshay deb erishib ketayotganlarninki ularni ogohlantirish, to'g'ri yo'lga yetaklash maqsad. Programma maqsadi bu. O'limalar birligi chunki bu katta boshlarning masalasiga kelsak, o'limalar birligi butun o'limalar birlikda bayonotini e'lon qilganlar bularning qandaq dindan chiqqanlik o'tgandek masalan bo'lib namoz masalasida bo'lgan jo'ylimlarni umumiy shaklda tavbaga da'vat qildinglar masalan. Bu rasmiy e'lon qilmasa bu dindan chiqargan bir kufrlik masalasi ekanligini. Va endi necha qatam programmalardan qildik ham deb. Chunki bularniki mayli kimga xizmat qilgan bo'lsin va yoki shu e'tiqodga kirib millatni avdirishga tirishgan bo'lsin bilimsizligi bilan uning hukmlarini albatta qilib bo'ldinglar. Bu faqatlam bu katta boshlarni millatning ustida bu qaymoqtirayotganlarni nodon jahil deb odatli so'zlar bilan ishiltish bularga intayin yeni kelib qoldi albatta. Endi bu jahillarniki, bu bilimsizlarniki yana bir safsatisi bor hamda adabsizligidan bo'lgan bo'limi. Payg'ambar alayhissalomni xuddi pochtikashga o'xshash uning vazifasi shu akab qo'yishlar deb nurg'un gaplar bor, safsatlari. Shu ham bu hadis bu shu payg'ambar alayhissalomning vazifasi faqatla Qur'onni yetkazishmidi degan savollar tugatgan bo'lsak ekan. Ha, xo'sh, endi bular payg'ambar alayhissalom degandek pochtikash shu bizga xatni akab tashlab berib o'qiyamdi, o'qimamdi, amal qilamdi, qilmamdi, qarasi yo'q. Deganga o'xshash ko'rdi. Bu payg'ambar alayhissalomga qilingan haqorat. Payg'ambar alayhissalomningki payg'ambarning nima ekanligini bilmaganlar. Xo'sh. Payg'ambar alayhissalomning bunaqa o'zlaricha dalillar keldi. Avval uni nima qilaylar? Qur'ondan nima deydi desa, Sura Shuraninki 48-oyatida in alayka illal balagh. Ayat unda emas endi. Ayat butun. Shu bir jumlalar ham yungdab oldi Allah. Yungdab elib in alayka illal balagh degani seningki vazifang faqat yetkazish, tabliq qilish deganlar ham elib mana payg'ambarning vazifasi shu deb xalqni oldiga nima qiladi. Xo'sh. Ana oyatni butun o'qisak, ularning degandekmikan emasmikan? Deydi-ki Allah Teala fa in a'radu fama arsalnaka alayhim hafizan in alayka illal balagh. Ha. Sen ularni da'vat qilsan islomga. Allah Teala'nın dinini yetkizirsen, onun delillerini keltirirsen, her xil yo'llar bilan da'vat qilsan. Ba'zilar onu qabul qildi, musulmon bo'ldi. Ba'zilar nurg'uni musulmon bo'lmay, tarsalik qilib o'zini kufrda tushuntirib oldi. Fa in a'radu sening gapingdan yuz o'rsa, sening da'vatingni qabul qilmay tursa, sen fama arsalnaka alayhim hafiz. Biz sana onu qo'g'dug'uchi, onu majbur islomga kirgizuvchi, undan qilib o'tmadik seni. Sening vazifang tabliq qilish. Xo'sh. Ama o tabliğni qabul qilib, musulmon bo'lish yoki bo'lmaslik uning o'zining ishi. Sen bu dinni andaqalikqa yetkazib qo'yding, dedim ayna qabul qilgan emas. Bütün vücudun bilan har xil shaklda insonlarga ta'sir qiladigan uslublar bilan da'vat qilsan. Ama iman keltirmaganligi o'zingni andaq bak avval ko'ngli yerim bo'lib ketmisan. Nima qilib ketmasang bo'ladi. O sening vazifang o xalqni musulmon qilish emas demakchi berdi Alloh taolo. Ondan bir cümleni tartib eliblar. Payg'ambarning vazifasi shu ekan deydi. Yine bir ayet onunki keltirgani, yine bir ayetning bir cümlesi ve ma ala rasul illal balagul mubin.
payg'ambarning vazifasi faqat shu ochiq bayon nima qilish, ochiq oshkora tabliq qilishdan iborat. Bu oyatning 5'ida, bu oyatning aygamdi. Oyatning 5'ida Alloh taolo deydi: "Qul atiulloha va atiur rasul." Onu unutib qoldi-da, ko'mak saldi yani. Aytgan Muhammed aleyhisselam Allah'a itaat qilinglar, Allah'ning payg'ambariga itaat qilinglar. Fa in tavallaw, mushuni deb tursang, itaat qilsang, itaat qilib unamasa, fa in yüz o'risa alayhi ma hummila, o yüz o'rganlarniki gunohi o'ziga, o'zining mas'uliyati. Ve aleykum ma hummiltum, sizlarning musulmonlarning vazifangizni, mas'uliyatingizni o'zingizga. Alloh taolo sizlarni o'zingizning qilishingni so'raydi, ani o'zing qilgan ishingni so'raydi. Deb bilib Alloh taolo yana deydi: "Ve in tuti'uhu tahtadu." Agar payg'ambarga ergashsanglar, itoat qilsanglar, hidoyat topdinglar. Xo'sh. Unamasam, va ma ala rasulillal balagh. Hidayet tepeng ma payg'ambarga ergashing deb avassan men bu elchini. Sen onun ergashmasan, onun yüz o'rasan, onun gapiga kelmasan, payg'ambarimizning vazifasi sana shu tabliq qilish. Seni mecburlab bo'yningdan so'rab akilib musulmon qilish emas. Degan bo'ladi bu oyat. Bu oyatning ma'nosi Qur'onni tashlab berib, nima qilsang qil deb tashlab ber degan bo'lmaydi. Xo'sh. Tabliğning ma'nosini nima qilsak, bu hamda ashulninki nimasiga oyatni xato nima qilganiga bo'lsin deb. Endi payg'ambarning vazifasi nima? Biz Qur'onga amal qilamiz ya. Xo'sh. Qur'ondan baqayli. Payg'ambarning vazifasi nima ekan? Bir, tabliq qilish. Yani Allah'ın dinini yetkizish, davet qilish, kishilarni har xil yo'llar orqali islomga chaqirish. Nima deydi Alloh taolo? Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayk min rabbik. Rabbingdan sana nazil qilingan, tushirilgan vahiylarni yetkizgin. Vahiy sayqarim degandek hem Kur'an hem hadis oldu. Xo'sh, xo'sh. Yetkizgin. Ve illam taf'al fama ballagta risalatak. Eğer unda qilmasang, ashundan bir narsa yoshirib qolsang, sen payg'ambarlik vazifani ado qilmagan bo'lasan deydi. Bu oyatdan tabliq qilish, ya'ni kishilarga dinni yetkizish, Alloh taolodan kelgan butun vahiyni, hadis ham Qur'on, hammani yetkizish, hech narsa yoshirmaslik birinchi vazifasi payg'ambar. Ana ikkinchi vazifasi oyatlarni ochiqlab bayon qilish. Xo'sh. Alloh taolo deydi, ama yuqoridagi oyat Maida surasining 67-oyati. Endi mana bayon qilish haqida kelgan oyat Nahl surasining 44-oyati. Va anzalna ilayka zikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun. Biz sana bu Qur'onni nazil qildik, tushirdik. Kishilarga ularga tushirilgan narsani bayon qilib berishing uchun. Xo'sh. Ularga tushirilgan narsani vahiy. Onun qanday ijro qilinadiganligini, qanday amal qilinadiganligini bayon qilish, ochiqlash, izohlash payg'ambarning vazifasi. Bayon qilib berish uchun tushirdik. La'allahum yatafakkarun. Sen bayon qilib bersang, shu bayoning orqali balki ular fikr qilib, o'ylab, haqiqatni topib qolar. Deydi. Undan olsa ikkinchi vazifasi oyatlarni bayon qilish, ochiqlash. Üçüncü vazifesi, yani Kur'an'ı ve hikmetini öğütüş. Üçüncü vazifesi. Allah Teala Bakara suresinin 151. ayetindeydi. Kema ersalna fikum rasulan minkum yatlu aleykum ayatina ve yuzakkikum ve yuallimukumul kitaba vel hikmete ve yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Biz sizlarga endi oyatning umumini qilib, vaqtni qilib biz sizlarga payg'ambar avatdik. Bu payg'ambarning vazifasi nima? Sizlarga bu shu kitobni o'rgatadi, Qur'onni o'rgatadi va hikmatni o'rgatadi deydi. Hikmat Qur'onning g'ayri, Qur'onning boshqa bir vahyi. Bu hadis. Bütün tafsir olimlari hikmatning hadis ekanligida ittifoq. Va yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ma gapim bak muhim. Qur'onni ham yetkazib qo'ysa, ma lam takunu ta'lamunni qanday deydi? Xo'sh. Qur'onning ichidan sizlar bilmagan narsani o'rgatadi sizlarga deydi.
Demek ki hem adam Kur'an için hem nasıl bilinmeydi. Peygamber öğütüş gerek. Ondan olsa hikmetini, Kur'an'ı öğütüş onun vazifesi. Hani yine bir dördüncü vazifesi kişilerge pak, faydalık narsini halal kılış, necis, paskına, ziyarlık narsini haram kılış. Bu Peygamberin vazifelerinin biri. Deydi Allah Teala Araf suresinin 157. ayetinde "Ellezine yettebi'una rasulel ummi" bu ummi peygamberge Muhammed Aleyhisselam'a ergeçkerler. "Ellezi yecidunehu mektuben indahum" Yahudilerin, Hristiyanların Müslüman boğallığını davet ediyor. Hoş. Aşını Müslüman bulup bu Muhammed Aleyhisselam'a ergeçkerler özünün nezdedeki, özünün yenideki Tevrat, İncil'de onu yazılılık kögen bu peygamberin. Fit Tevrat vel İncil. Nimdap yazılıptı o Tevrat'ta ise ya'muruhum bil ma'ruf. Bu peygamber olanı ma'ruf'a yaxşı işe buyuruyordu. Ve yenhahum anil münker. Yaman işten tosudu. Ve yuhillu lahumut tayyibat. Olağa pak narsalarını halal kıpırdı. Ve yuharrimu aleyhimul habais. Necis narsalarını olağa halal kıpırdı. Haram kıpırdı. Yani halal, haram diyen gap Allah Teala Kur'an'da halal kılan, Peygamber Aleyhisselam hadiste halal kılan narsa halal. Hoş. Allah Teala Kur'an'da haram kılgan, Peygamber Aleyhisselam hadislerde haram kılgan narsa haram. Biz Kur'an'da halal olsa halal, bulmuşsa emas demeyimiz. Çünkü ayet bu. Sizlerge halal kılıdı, haram kılıdı davet ediyor. Hoş, hoş. Ondan oğandikin Peygamberin vazifesi bunu da mı bayamdı. Ben bu şu tötne kıskağına talap kıldım. Demek Peygamber Aleyhisselam'ın vazifesi boşluk emez. Kuruk ayetini ekip koyup mesela bir vakıi yani reallık karaylık. Ben sizge kağıdını versem bunun da sizge faydalı narsalar, bazı ziyarlık narsalar şunu okusanız faydasınız faydalı olsam kançak okuyalım. Mesela apır öyle taşlap koyun misal kandı. Şunda mı? Tamam. Peygamberin vazifesi ondan olsa kim Müslüman oldun yani? Ne çıkıttım ülgü veriş gerek, ne çıkıttım ne kalış gerek, o mani desem kandak ola, anı desem kandak ola da o hemişi bil onu ülgütüp onda aslan işemez Peygamberin vazifesi. Ekip kaptı güç. Şunun için Peygamber Aleyhisselam'ın vazifesi Kur'an yetkizip koyaş emez. Belki Kur'an'ı kandak icra kılışımız hem öz icra kılıp özü yaşap durup ügütüş. Biz mi onun ügütülkeni boyunca mağalırsak anlık Kur'an'a amel kılgan bolmuz. Bolmuşsa Kur'an'ı Kur'anlıktan çıkarıp özümüz halgan bir teppagan bir kitap okşaş bir halatga düşürüp koygan bolmuz. Doğru. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet. Her işki onlara kıymetli vaxtlardan çıkarıp kepte geldik onlar için. Bugün müşahede ahırlaştırsak vaxtını biraz düşüp kaldı. İnşallah keyin devamını kılımız. Kadirli körmelerimiz şuna kılıp bugünkü birinci sahnemiz müşahede ahırlaştırmamız birinci sahnemiz ne? Hakikaten sözlep ötülgendek nayeti meyğizlik şekilde düşendidir ustazlar. Devamlı tepkili vatkılımızdaki birilerinin bu güzel İslam'ımızı ming yıllardan buyan devam kılıp atkan ni düşmanlıklarının karşısında bugünkidek yani Kur'an-ı Kerim'de Allah bu din düşmanlarına kançılgan yerde can elan kılıp koydu. Kulağından kelse bütün insaniyet yani. Menden başka her kandak yardımcı olsa meydanga hemmesini yığıp keltirip bakın. Bu dinge karşı düşmanlar oylap bakaylı tarihten buyan yeni düşmanlar ötdi. Muşuni her xil şekilde burmalaş, Müslümanlarını bundan yiraklaştırış üçün. Ama hemmesi tarixning axlatxonasiga taşınıp, kömülüp yok oldu. Bularmı bugün milletimizin içinden bu cahiller çıkan bolsa asla bu İslamımızga dağıtak güzelmeydi. Bu İslam'dan ibaret uluq dinimizin içindeki Kur'an, sünnet, Kur'an'ımızı, dinimizni sünnetten, Resulullah'ın hadislerinden ayrı etiş uğrunuşları
asla ve asla muvaffaqiyatga erişemaydi. Veyran buluşqı mahkum şekilde halette. Bununla imanımız kamil inşallah. Rabbim Allah subhanahu ve taala ömür verse yeni bir qatımlıq sandı görüşükçe aman boğayslar. Başka qarindaşlarımızdan köplep görüş üçün, paydalanış üçün keyin ko'rgan qarindoshlarimizni ham foydalanishini do'stlarga, guruhlarga avatib qo'yishini tavsiya qilishini umid qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.